Yurtimga kelganimga bir hafta bo'lyapti. Endi ruqchimni ko'rishga keldim. Bu ham shunday qasd qildi, o'zi kelmadi ko'rishga. Oxiri uyga o'zim keldim. Ertalab bir keldim, uxlayotganiga qaytib ketdim, namozga yana qaytib keldim. Senyoritalarim, gap bilan nima bo'ldi deng. Kecha o'sha qaynukam, yaramas Gargamel qaynukamni olgan videosini qo'yuvdim-ku. Shunga ham negativ olmadim. Nimaga sizlar bunday yaxshilar? Bitta ham negativ olmadim. Qaysi videoligini bilyaptilar? Yirtiq naski haqida. Yirtiq naskini qo'yganimga bir nito fikr bildirmadingizlar. Hammalaringiz yaxshilar, buncha yaxshilamasdan yeb qo'yaman asalchalarim. Shunday senyoritalarimni sevaman. Nima qo'ysam yaxshi qabul qilasizlar. Lekin u haqiqat edi. Mehnatkash insonning naskisi yirtiladi, portlaydi. Yana nima bo'ladi? Uzilib tushadi, bir narsalar bo'ladi-da. Lekin hammasini to'g'ri qabul qilasizlar. Rahmat, qo'yilsizlar.